Assalomu alaykum Zafarbek umra obunachilari. Xayrli tong. Sizlarni 14 kunlik paket umra ziyoratiga taklif qilamiz. Mana bu 14 kunlik paketimiz ichida 3 kun Madina Munavvarada, 11 kunimizni esa Makka Mukarramada Xudo xolasa o'tkazamiz. Bu joylarda Xudo xolasa Madina Munavvarani Nabay masjidlarining tarixi, sayohatlari bilan birinchi kuni tanishtirsak, ertasiga shahardagi Uhud, Xurmo bog'iga, Uhud tog'iga, Obladay masjidlariga, Qubo masjidlariga olib boramiz. Boqiy qabristoniga erkaklarni olib kiramiz. Ayollarimiz esa ayollarni qabristoniga kiritilmaydi. Ularni ravzalarga olib kiramiz, Xudo xolasa. Makka Mukarramaga kelganimizdan keyin 11 kun bu yerda ham o'zini sayohat qiladigan joylarni hammasiga olib boriladi. Eng qiziq joylari esa bir Madina Munavvarada bitta jumani o'qiladi, bitta jumani Makka Mukarramada o'qiladi. Umra amallarini ham Xudo xolasa inshaalloh hop 2 marta qilinadi. Birinchisida kelgan vaqtimizda qiladigan bo'lsak, keyingisini Toy shahriga ziyoratga boramiz. Ziyoratdan qaytishda yana o'zlari uchun umra amallarini bajaradi. Bundan tashqari Qizil dengizga olib boriladi. Qizil dengizda ham chiroyli sayohatlar, ziyoratlarni qildiramiz Xudo xolasa. Hop, biz bilan birgalikda kelib shu joylarga kelib ibodat qilishlaringizni hammalarga nasib qilsin. Bu joylarda mana duolar qilyapmiz. Kimlar bizning guruhimizda bo'lsa, guruhlarimiz, a'zolarimiz hammalariga ham mana shu joylarda turib duolar qilyapmiz. Duolarimizni ijobat qilsin. Allohim duolarimiz ijobat bo'lib, vatanimizni tinch qilsin, yurtimizni tinch qilsin. Rahbariyatlarimizni tinchligimizni saqlab turgan rahbariyatlarimiz barchalariga ularni ham Alloh ibodatda qoyim turgan bandalar qatorida qilsin. Sizlarning pastda nomlari bor, pastda nomlarga murojaat qilib, chiroyli kelib, shu joylarda ibodatlar qilib, oxiratimizga bir chiroyli amallarni Allohimdan so'rab, amallar bilan bu dunyodan ketishlarimizni nasib aylasin. Endi bu imkon bu imkon dunyolarda qilinadigan barcha yaxshi amallarimiz bor. Sadaqotlar qilishimiz kerak, ihsonlar qilishimiz kerak. Ibodatlarni mukammal qilishimiz kerak. Allohning oldidagi farzlarimiz bor. Shu farzlarini bado etib, oldidagi qarzlarimizga tayyorgarligimizni ko'rishimiz kerak. Yurtimiz tinchligi uchun, salomatligi uchun chiroyli duolar qilishimiz kerak. Yoshimiz katta bo'lib qolgandan keyin farzandlarimizga, nabiralarimizga duojo'y bo'lib, chiroyli ibodatlar bilan ularni hayotga chiroyli tarbiyalab, elimizga, yurtimizga bir naf beradigan, foydasi tegadigan bir solih va solihalardan qilib, ularga ham ilmlar ato etishimiz kerak. Dunyoviy ilmlar ham kerak, diniy ilmlar ham kerak. Barchalarini mukammal ado etishlarimizni hammalarimizga ro'zi nasib aylasin. Onaxonlarimizni, hoji akalarimizni, hojonalarimizni ham bu joyda qilayotgan mehnatlarini, ibodatlarini dargohida qabul aylagin Robbim Allohim. Hammalarini shu joylarga kelishlarini ro'zi nasib aylagin. Salom yetkazib, bizlarga aytgan 7 yoshdan 70 yoshgacha tanish bilish qarindosh urug' yori birodarlarimizni ham salomlarni dargohida qabul aylagin. Kelinglar, shu joylarda ham sayohat, ham ziyorat, ham ibodat uchun hammalarni tashrif buyurishlarini tavsiya qilib qolamiz. Bizning kompaniyamiz Xudo xolasa hamma xizmatlarga tayyor, xizmatlarni a'lo darajada qiladi. Biz Livoshi birga borib, birga kelib, sizlar bilan 14 kun o'zim birga bo'laman. O'zim olib kelib, o'zim qaytarib olib boraman. Hech qanaqa yo'lda bir mashaqqat, Xudo xolasa bir qiyinchiliklar bo'lmaydi. Xudo xolasa taklif qilib qolamiz. Mayli, hammalarga xayrli kun. Mana bu YouTube kanal ochganmiz, yo'sha umrachilar uchun Zafarbek umra. Shu Zafarbek umra deb yozsanglar chiqadi. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Insonlarga bir manfaatimiz tegib qolsa, yana unga ham ajr savoblar ro'zi nasib aylab bizlarga beradi Xudoyim. Inshaalloh. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohning baytini tavof qilishga, payg'ambarimiz ravzasini ziyorat qilishga hammalarni taklif qilib qolamiz. Kelinglar, yana bir marta shu joylarni ibodat qilib, mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana orqadan tomonimizda turgan uylari bo'ladi. Oldin uylari bo'lgan, hozir muzey qilib qo'ygan. Mana bu joylarga ham Xudo xolasa inshaalloh olib kiramiz.